Assalomu alaykum. Bizlar mana hozir piyoz dala maydonidamiz. Ushbu loyiha Xalq bank hamkorligida Samarqand viloyati Urgut tumani Rahmatobod mahallasi 47, 49, 107-sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ko'chatlari ekilgan. Maydon hajmi 14 gektarni tashkil qiladi. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish davomiyligi sentyabr oyigacha davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 39 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 33 sotixni tashkil qiladi. Loyiha samarali amalga oshirilishi uchun lider tadbirkor biriktirilgan. Lider tadbirkorimiz Urgut Do'stlik ishlab chiqarish KXK kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan o'rtacha 80 tonna, jami 14 gektardan 1120 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.